Toza havoga olib chiqyapsizmi? Yo'q, burni anaqa bo'lib qolmaydimi, shamollab qolmaydimi? Chilla ham deyapsiz, a? Chillada. Ko'p onajonlarimiz chilla davrida bolasini toza havoga chiqarishdan qo'rqishadi. Chillada 40 kun uy ichida o'tirishni afzal ko'rishadi. Lekin bu juda ham noto'g'ri. Sababi ko'pgina ilmiy tadqiqotlar natijasida shu narsa aniqlandiki, yopiq xonada uzoq vaqt bo'lgan bolada gipoksiya aniqlanadi. Gipoksiya bu kislorodning yetishmovchiligi va gipoksiya keyinchalik bolaning aqliy rivojlanishini orqada qolishiga va uyquni buzilishiga olib keladi. Bola tug'ilganidan keyin 40 kun ichida bu tashqi muhitga moslashishni boshlaydi. Bu paytda uni adaptiv, ya'ni moslashuv mexanizmlari ishlab chiqariladi va bu paytda bola faqat infeksiyalardan ehtiyot qilinishi kerak. Ya'ni begona odamlar bilan muloqotda bo'lish kerak emas. Bola chilla davrida faqat ota-onasi va shu uyda yashayotgan aka-ukalari yoki buvi, dodalari bilan muloqotda bo'lish kerak.